O'kkagar Qorsaqcha. Qarsaklar bilan Qashqadaryo. Yana Qorsaqcha. qarsaklar ostida. Akallangdan. G'irronni borib, ey, Bobotovning boshida qilasan. Ota-bobongning qoshida qilasan. Mening o'ng qo'limda Qashqadaryodan yosh o'sib kelayotgan bir necha bor O'zbekiston chempioni, eng taniqli, ko'z tegmaydigan, o'sadigan polvonimiz Qashqadaryodan Beshkenlik Shahboz polvonga bitta qarsaqchalinglar o'rtoqlar. Shahboz polvonga bitta guldiroz olqishlar bilan kutib olamiz. Chap qo'limda Surxondaryo farzandi Zohid polvon, ko'p karra xalqaro turnirlar g'olibi Surxondaryo farzandi Zohid polvonga bitta qarsaqchalinglar. Guldiroz olqishlar bilan. Yashasin. Bularning sovrini Fazliddin jahon chempioni nomidan 1000 yashar ho'kizi bor. Zohid polvon, jonka. Sherali xush kelsan. Zo'rmisan? Baxtimizga omon bo'yin deb o'tirib turqani. Ko'p marta halol himoya qilyapsiz Qashqadaryoning sha'nini. Nechiyaga? Hayla, ana yulduzdan og'ib o'tadigan nima kanal? Magistraldan bir piyola. Yerga bitta qarsaqchalinglar o'rni. Ayiradigan oti bor. Juda ham katta zoti bor. Ustiga paka 500 ming zoti bor. Halol emas. Halol emas. Assalomu alaykum hurmatli Showcase kanal obunachilari. Bugun 30-may. Havo harorati 60 daraja bo'lishiga qaramasdan yurtimizning Qo'ng'irot xalqida katta kurash musobaqasi bo'lib o'tmoqda. Ushbu kurash musobaqasini quyida tomosha qilishingiz mumkin. Undan oldin esa kanalimizda yangi mehmonlar bo'lsa, obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Kurash davomida eng katta polvonlar chiqqan sahnalarni joylashtiramiz, chunki polvonlar juda ko'p. Samarqanddan, Toshkentdan, videoni kuzatishda davom eting. kelgan mehmon polvonlar bo'lsa, Bakovul mehmon Otoyi Xudo bizlar mashhur so'zga boy Norka Jalil olib bormoqda. Eng katta zotlar ot, tuya, 10 million so'm pul mukofotlari. Bo'ldi otangga rahmat kel. Polvonlar juda ko'p. Sening ham ranging Yurtimizning barcha hududlaridan kelgan. Samarqand, Buxoro, Surxondaryo, Qashqadaryo, barcha. Ey, maykang musobaqasi davom etmoqda. Polvonlar juda ko'p. Zotini ol o'zing. Surxondaryo, Samarqand, Buxoro, Toshkent hamma joydan kelgan katta polvonlar meni oldima yaktak kiyib kel. Tog'i qolib ketdim keyin, men toboqqa chiqishim kerak edi. Davraga kelasan, meni oldima o'tirasan, zo'ring bilan zo'ringni qo'yib, zo'r zot qo'yaman. Birinchi toboqdan tortib, oxirgi toboqqacha polvonlar kelmani yerga. Kiyimingni kiyib kel. Zohid polvon, eng katta polvon, o'tiring polvon. Kelinglar. Bir qator o'tiringlar, kelinglar, yigit. Bular zoti nima? Sotchilar, bir gilam 100 ming mana ularning zotini berib beringlar, bo'ldi. Aka shoshilmay turing. Hamma chekkada o'tirsin qolganlar. Yaqinroq o'tir, yaqinroq. Endi bunda 70 qana. Bitta qarsaqchalinglar ey. O'zbekistonning faxri. Surxondaryodan Jonka degan, Samarqanddan Jonka kim? Jonka. Sherali xush kelsan. Zo'rmisan? Baxtimizga omon bo'yin deb o'tirib turqani? Tak, Zokir polvon. To'y degasi. Kimda? Ro'zi. Hozir ber, hovuz. Tovoq polvonlari. Birinchidan polvonlar.
Sizlar qadamlaring qutlug' bo'lsin. Mana shu xon chempionlari, muhtaram yurtboshimiz orzu qilgan haqiqiy O'zbekning bayrog'ini ko'taradigan pallonlar yetishib chiqishini Allohdan tilaymiz. Men Zokirjon sizga ming rahmat Ro'ziboy. Jaylov akamga Alloh go'rini nurdan to'ldirsin. Biz yerga tekkincha ta'zim qilamiz o'rtoqlar. Faqat bitta narsa iltimos. Hammalaring bir joyda turibsizlar. O'zbekni kurashini yo'qotib qo'yayapmiz. G'irram qilyapmiz. Buxoroda bo'lsa Buxoroga olib beryapmiz, tepalash qilib. Surxondaryoda bo'lsa Surxondaryoga olib beryapmiz, tepalash qilib. Qashqadaryoda hali lekin tepalash qilganimiz yo'q. Rahmat, ko'p marta halol himoya qilyapsiz Qashqadaryoning sha'nini. Ming rahmat sizga. Hammaga mana shunday olqishlar bo'lish kerak. Mana muhtaram yurtboshimiz Bekarga kurashni turizm sport vazirligi qilgan yo'q. Menga o'xshagan kurashni ham yo'qotib qo'yapmiz, ko'pkarni ham yo'qotib qo'yapmiz. Sportni yo'qotib qo'yapmiz, g'irrom qilyapmiz. Orimizni sotib qo'yapmiz. Shunday ekan mendan xafa bo'lmanglar. Shuning uchun zo'r odam vaqt belgilaymiz tavoqa olishadigan palvonlarga. Rozimisizlar? Nechiyaga? Hayla, ana yulduzdan og'ib o'tadigan nima kanal? Magistraldan bir piyola 1 million qo'shib berasan. 500 ming qo'shib berasan. Agar 5 million qo'shib berasan ko'tarib urganiga. Ho'kiz qo'ysak, ho'kizni ham halol qilib uradigan bo'lsang, ustida 300 ming bo'lsa, 2 million qo'shib beramiz. Faqat O'zbekning nomusini, orini sotolmaymiz ham, sizlarga bera olmaymiz ham. Qanday tushundilaring meni? Men hamisha tanigan Norka Jalilovman, hech kimga yoqmayman, bilaman. Yoqishni ham xohlamayman. Qanday bo'lsa ham bugun Xudo haloliga olishasizlar. Sherali polvon mana davraga kelib yaqa. Joning boring Surxonda. Ki erkaging zot qo'yaman. Kelishgan pes bo'lsin. Xalq rozimisizlar? Bitta qarsak chalinglar. Men tanishtiraman. Bakovulni zotini aytaveraman, kiyinib kelaverasizlar. Tushunarlimi? Piyoni. Olimpiya ishtirokchisi Sherali Jo'rayevga bitta qarsak chalinglar, Qashqadaryoliklar. Chap qo'limda Samarqand farzandi, Samarqand viloyatidan Bekzod polvon jahon chempioni. Bitta qarsak chalinglar. Bir necha musobaqalar sovrindori g'olibi. Bu ikkalasining sovrini ayiradigan oti bor. Juda ham katta zoti bor. Ustiga paka 500 ming zoti bor. Bularning bakovuli Qo'ng'irotning begigiti Bekzod polvon bakovullik qiladi. Marhamat, qarsaqlaringiz ostida kiyinib kelasizlar. Xudo omadingizni bersin. Qara ikkovga. Yaktak tengish bo'lsin. Sherali, Bekzod, Ushitdi qilingan yaktak bilan kelsang chiqib ketasan qaytarib. Menga farqi yo'q, men hech kimdan qo'rqmayman. Fazliddin Meyliyev, ana sulton suyagini xo'rlamaydi. Buyoqqa kel. Ya sen boshqamni olasan. Senga chiqadigan polvon bor. Ko'rdim, bilaman. Akalar buni ro'zi, po'zi, shu qishloq juda mehnat qilgan, jahon chempioni tayyorlaguncha ichi kuyib ketgan. Shu ana qayerdan shu bola? Qayerdansan? Kitob senchi? Senchi? Surxondaryo kim? Kel. Oting kim? Akalar, agar meni farzandim jahon chempioni bo'lsa ham, o'zi xohlagan odamni olishtirmayman. Men Xudodan qo'rqaman. Chunki bu dunyoda bo'lmasa, u dunyoda urib o'ldiradi meni Xudo. Bitta qarsak chalinglar o'rtoqlar. O'ng qo'limda jahon chempioni, bir necha bor universiada g'olibi. O'zbekistonning bayrog'ini hilpiratgan Qashqadaryo farzandi Fazliddin Meyliyevga bitta qarsak chalasan. Qashqadaryo. Chap qo'limda Surxondaryo farzandi
ko'p karra O'zbekiston chempioni, ko'p xalqaro turnirlar sovrindori Husniddin Palvon Surxondaryo farzandi. Bitta qarsak chalamiz. Bu ikkalasining sovrini 100 yoshar ho'kizi bor. Hozircha 300 ming so'm sovrini bor. Bularning bakovuli Sherbek Soatov. Kengish yaktak kelib xudo xolalik olish. 20 minut vaqt sizlarga. 20 minut. Shahboz kim? Beshkin. Beqaka. O'kkagar qarsaqcha. Qarsaklar bilan. Qashqadaryo. Yana qarsaqcha. Qarsaklar ostida. Akallangdan. G'irrani borib, ey, Bobotovning boshida qilasan. Ota-bobongning qoshida qilasan. Mening o'ng qo'limda Qashqadaryodan yosh o'sib kelayotgan bir necha bor O'zbekiston chempioni, eng taniqli, ko'z tegmaydigan, o'sadigan palvonimiz Qashqadaryodan Beshkenlik Shahboz palvonga bitta qarsak chalinglar o'rtoqlar. Shahboz palvonga bitta guldiroz olqishlar bilan kutib olamiz. Chap qo'limda Surxondaryo farzandi Zohid palvon, ko'p karra xalqaro turnirlar g'olibi Surxondaryo farzandi Zohid palvonga bitta qarsak chalinglar. Guldiroz olqishlar bilan. Yashasin. Bularning sovrini Fazliddin jahon chempioni nomidan 1000 yashar ho'kizi bor. Fazliddin. Ana bu ikkovini kengish yaktak kelsan, janjal qilsang, ochig'ini aytayin, agar olimpiya chempioni bo'lsang ham yo'qotaman. Men dangalni aytayapman. Yiqitsam qo'shib zot beraman. Ko'rish quchoqlashib. Bitta qarsak chalinglar o'rtoqlar. Men o'zim chaqiraman, o'tir palvon, sizlar o'tir, men o'zim chaqiraman. Men kelgan odamni olishtirmayman. Qarayman, ko'zim bor, odamlar bor, palvon bor, oqsoqollar bor, ro'zi bor mening oldimda, mana boyovliday turibdi. Ya, Qashqadaryo bilan Qashqadaryoni qo'shmaylik shu bugun. Sen Samarqandmisan? Yana rahmat. Ko'rishqani birinchi. Kami yo'q-a? Kel. O'ng qo'limda Qashqadaryo farzandi, Kasonlik Jalol polvon. Chap qo'limda Samarqanddan E'zoz polvon, bekalasining sovrini Dehqonobod Begzod polvon nomidan $100 bor. Bakovullar bo'shi kim? Bakovulda bo'shi kim? Po'lat bu yoqqa begom. Kengish yaktak kelyapsizlar, ko'rishinglar. Ustiga Begzod Boyqo'rg'on qo'shishim mumkin. Yaxshi olishlaring ustiga yana $100 qo'shaman. $100 qo'shaman. Jo'r aka. O'zi seni olishtirmasligim kerak. Yana kim bor? Surxondaryomisan, qayerdansan sen? Samarqandmisan? Bu yoqqa. Sen olishganing yo'qda, men Xudodan qo'rqaman. Olishgan odam. Ke, o'ng qo'limda. O'ng qo'limda kasbidan Qashqadaryodan Jo'ra polvon kinolarga tushgan, juda ko'p musobaqalar sovrindori, mening o'zimga o'xshagan bezori, bemazzaroq bola. Bitta qarsak chalinglar, yarimroq bo'lsin. Mehmon polvon Samarqanddan. Mirqosim polvonga bitta guldiroz qarsak chalinglar, bu juda taniqli polvon. Boyka polvon, Boyka aka. Menga kiring Boyka aka. Chalamiz o'rtoqlar. $200 guldiroz ustiga qo'shamiz agar halol olishsa o'rtoqlar. Soli begim kengish yaktak kelyapsizlar. Davay.
Solima. Endi chekkadan kim bor? Akalar shu bugun bitta viloyatdan hech qachon birovni olishtirmaylik. Ro'ziboymisan? Kimsan? Ha? Qo'rqayotgan yo'qmi? Ya uni olishtirdim, Ro'ziboy olishgan yo'q. Uni hozir Botir polvon qamashidan ko'p marta respublika sovrindori. Chap qo'limda Samarqanddan Ro'ziboy polvon. G'ofir bobosi nomidan chista tilla uzugi bor. Jo'rabek tog'asining nomidan Yaqar yaktak kengchiroq kelsan, polvon bilan bakovligini qilasiz. Aslan. Ya sen ko'p olishding, ota shoshmay tur. Bular bir joydan ko'r. Surxondaryo kim? Muxlislarimiz telefon. Buxor aka. Tashmaqa bo'yimni o'lchab ko'ray. Bular kim? Kelik qari. O'ng qo'limda Qumratning erka polvoni, aqlli polvoni, hech kim bilan selimenga bormaydigan, davraga javob sakramaydigan yaxshi polvoni ko'z tegmasin. Arslon moting. Arslon polvonga bitta qarsak chalinglar, jahon chempioni. Chap qo'limda Buxorodan Bahrom polvon, Oybek Tog'dan, Otabek boydan 500 ming so'm puli bor. Makavul Bekzod. Ko'rishing, kiyimingizni kiyib olishavergan edi. Bu yoqqa qara, Buxoro. Ruslan, hay burchakka o'tib olishaver sizlarga, mumkin olishish. Davlatdan qo'ying, davlat. Davlat olishasanmi? Kel. Seni olishdan hech belging yo'q-da. Jahon chempioni Davlat polvon. Akalar, shu polvonni olishtirmay 500 ming so'm zot beraman men. Sababi davlat ishida ishlaydi. Hamma polvonimizni ham to'braqa bilan sudrab yotmaydi o'rtoqlar. Bakir Gagarindan 500 ming so'm Bakir polvonning zotini olib berasizlar. Xalq rozimi? Yo'q. Men hamma narsani bilaman. Bahrom polvon, Davlat polvon, zotingiz halol. O'tiring. Yo'q. To'ydan to'bicha. Yo'q. Siz menga qarang, hurmatingizni biling. Oling. Rustam. Yo, chekkadan. Kim? Ya, toshmanglar, mehmon olishsin sizlar, mezbonsizlar. Bu yerga seni. Dinov. Bo'ldi. Rustam qanday? Bu katta bo'lsa katta-da, agar vis katta bo'lsa uni ham katta. O'ng qo'limda Merakadan Shahrisabz farzandi Rustam polvon. Chap qo'limda otasiga rahmat Dinovlik polvon kelgani beri olishyapti. Rahmat senga polvon. Bilol polvon, bekalasining sovrini Daynov bobosining nomidan 400 ming so'm. Daynov bobo 400 beka 500 ming so'mi bor. Tayyor bo'lib turasiz. Ro'zi. Qani, bekovning bittasi kim? Arslon akaga berdim. Mana odam kim? Botirga bor, Botir. Yo'q, o'zimizning bunyod kim yoqa? Sen nima qilasan? Men shu ikkovini yaktagini kengish kiydirib olishtirib 500 ming so'm Daynov chavog'ini olib berasan, otang oshnasi bo'ladi. Marhamat, sizlarga sog'lik. Men olishmagan odamlar bilaman, keling. Bakka. Sen yorqin ketan. Qaysini olishasan? Sen olishasanmi? Sen olishasanmi? Qaysini olishdan o'zing tayinlamayli, bu yerda chekkadan polvon qolmadi. Bo'ldi. Pog'anov o'tirib tursa, keyin chaqiraman. Rahmat hammalariga. O'tiringlar, davay, polvonlar.
Botur молодец. Молодец, Botur. Arslon. Dinov Rustam. Gaziga bos ota. Arslon nima bo'ldi senga? Butun Qo'ng'irot xalqi senga ko'zini mo'ltillatib qarab o'tiribdi, bolam. Молодец. Jasur. Qo'yib ol. Jalol Samarqand. Молодец. Bir-birlaringni hurmat qilib olishinglar polvonlar. Bir-biringga sen deb qo'lingni ko'tarib, tog'i g'o'ddayib balag'a qolib ketma. Shunday zombir yopishadi, hamma tomoningdan chog'ib tashlaydi. Hamma joyga qichib ketyapti to'yning egasini. Bitta qashloq chalib qo'yinglar Zokirga, xalq. Bunday tomoshani televizordan ham ko'ra olmaymiz akalar. Tovoqlarning ustiga dal qilaman degan baletchilar bo'lsa, kassaga kelib yozdirsin. Jaskajon. Muloyimroq joyga. Zohid polvon bilan Shahboz polvon. Chilkadan chiqmayapmiz. Qo'ylarga yetkazsin sizlarga Xudoyim. Ichil qichil. Qolib qo'y. Yo'q. To'xtalangan bo'ldi. Buxoro qo'yib oldi. Qo'yib oldi janob Ruslan. Olishing. Olish. Farqi yo'q, mana Ruslanning zotini beraman. Ko'pma to'g'ri. Ay polvon. Artistik zo'ri hosila. Ehtonobod Zafar polvonning nomidan zohidlarning ustiga 200 ming yerni qo'shamiz. Bitta qashqachaliklar Zafar polvonga. Rahmat Zafar polvon. Davay, Arslon. Ikka qo'sh. Toshkentdan kim kechikib keladi boyna? Hechnamin bor. Toshkentdan kechikib birov jiladi boyna, ko'rinsin meni ko'zim. Ashalboz. Bo'ldi, men seni zotingga aytaman, qimillamay tur, qog'illab o'tirsin. Qimillamay tur. Toshkentdagi joyda shu 8-safxonday joyga kelyapti, bu yerda kelayotgani yo'q. Zokir aytyapti, akalar vijdonim qiynalayapti. Yer yuzidan kelgan hamma polvonni olishtiraman deyapti. Nega? Yo'q, qanday olishasiz? Olishtirmayapti. Botir polvonning zotini bering, bitta qashqachaliklar. Rahmat polvon sizga. Polvonning zotini bering, bunda aybi yo'q, sportda shunday holat bo'ladi, travma olgandan keyin chappa qarab o'tiradi, g'alaba deydilar. Kel yoqqa. Kel qol. Uka Toshkentdan senga aybingmi? Rahmat. Erkinni bolasi bu yoqqa kel. Qancha ro'zining ukasi Zokirdan.
Düşmanım ko'p juda. Shu qo'llarni men o'zim yozadi. Chap qo'limda qashqarda yozadi. Ha, dehqon. Bizat bo'ldi. Har yerga borib chiroyli ochtirlar. Mehmon xush kelibsiz. Chiroyli sugaman. Kimsiz? Hasan tog'asining nomidan ham ustiga 100 ming so'm o'zidan olib bitta qashaqchaning mana shunday tog'alar ko'paysin. Bitta tog'a 7 otadan ulug' degan. Ishmamatgan ishmamat. Zohidmi? Yurgani yo'lda o'tkazmaydi bu. Shular bilan necha edi? Allah Allah'ın sultanı kadar. Şu cumbayı çağırıp alacağım dedi. Şu yolu zatlarına. Necha gal bu bilan? Sultan Allah'ın cumbayı çağırıp alacağım dedi. Cumbayı çağırıp yoldaş. Evet. Birisine bunlar arkadaşlar. Mikrofon altında yoga durmayla başlardı. Hadi. Tuş. Samarqandlik Jo'ra bilan boshlayapti. Qancha? Ne gerek? Yurdaş Sultan Rahmanqulov Cumbayı çağırıp bitta qashaq chalingan. Qaysi farqa qo'yib qo'yganman? Yüzümüzde şey böyle. Hamashi farqaga qashaq chalib qo'yinglar, deb kelinglar. Besh farqa. Akalarning bikovi birinchi o'rinda bizda ko'maydigan ijroiya jamoatchilik shu masala bo'yicha. Tamrida bozorda. Xola qo'yinglar. Saydi. Yana chiqmaydi aka, chiqmaydi. Hozir ham monda ishladimmi? Hozir ham monda ishladimmi? Mon trener. Xudo barakasini bersin. Zohidlarga Akbar raisdan 100 ming so'm Oybekdan. O'ylay Oybek. Qilmagan ular ham jo'natmaysan degan. Halol zotini bering polvonning. Rustam polvon dirakidan zotini bering. Rustam polvon monda ishlaydi. Yo, oliyo. Nimaga qashaq chalmaysizlar? Chiqatangiz do'konlardan zotini olish bersan. Otangga rahmat zotib, chin bilan beraman. Seni maqtayotganim yo'q, lekin Xudo xohlashimizni 90% halollik qilyapti. Sulton akamning choraga aytmasin. Jo'an chiqarib. Otangga rahmat aytsak, qaysi ko'rsansan? Malavissan. Zo'rsan qon. Malavis. Nega sen o'shancha yigitlarga odam ber? Senga rahmat olsun. Berakidan menga meni Alloh farzandim bilan jo'ra uyiga olib chaqirishlar. Arslonga bir marta chaqiraman, kel. Buxoro. Olishga, men chunki mikrofondan qo'yib oldim. Men vijdonimda ham iymonimda ham egarim yo'q. Shu Buxoroda aspiranturada o'qiganman. Kurash bo'yicha. Olish. Seninki mana. Jalol Kasan qaysi ko'rmay qolding? Seniki? So'z bormi? Chek bormi? Chek yoki buni davraga chaqirdingmi? Davra. Chek butunlarga chaqirdingmi? Buni chaqiraman u. Daqiqa. Молодец, Arslan. Kim ketdi? Qashaqdan qo'ng'iroq. Молодец. Bakauli. Kim bekaul? Bosh bakaul. Bosh bakaul. Zohid
bugungi raqibini ham charchatdi ancha. Yosh yigit ekan ular. Yigitmasa menga qaytarib kelasiz, hisob qo'yaman. Ko'proq o'rnak olishdimi? Malades oshqalari, sizning yo'lingizda olimpiya chempioni bo'lsin, to'yingizni xizmat qilamiz. Zokir. Bo'ldi bo'ldi. Akalar men bot bo'lsa qo'yaman. Buni ziyatini o'tiring. Ey, tuxmat ko'zimga ko'rinmadicha. Bot bo'lsa chaqiraman. O'tiring saqolim bo'lsin. 250 mingga teklaysan. Ha? Qarab, Jo'raniki qo'zidi. Jo'raniki qo'zidi. Yo, Jo'ran chapqa qo'liga yuz beradi, sindirib beradi. Harakat degan. Qarshimonining hokimiyatidan, Botirga ham sport bo'limidan, mahalla boshlig'idan, ta'limda vakillar bo'lsa, butun mana Qarshi tumanida amalga oshayotgan ishlar, oila va mahalla vazirining o'zi Qarshi tumanidan agar u odamga bir og'iz to'rtta oqsoqol iltimos kiritadigan bo'lsa, mana shu yerga bitta kurash tatamisini sovg'a qiladi. Mamatov rahmat deydi. Sportni ham sevadi, vatanini ham sevadi. Xalq ish qilsa tatami sovg'a qiladi. Mamatov rahmatov polvon, chempion master sportda. Bitta qassobchaliklar yana o'rtoqlar. Zo'ra tatamiga tashlab Zohid polvon bilan shaxmat. Halol! Halol! Halol emas. Halol emas. Halol emas. Halol emas. Halol emas deb aytmanglar. Baqaraz buni xalq bo'lgan bu. Chinob bo'lgan u xalq uchun olgan. Yosh bola. hech kimda hech qanday bir joyim yo'q. To'g'rimi o'zi? Halol bitta qarsak chalinglar. Bugunning ertani bor. Men bugun endi men Qashqadaryoga bosaman deb ertaga el oralab yurishim bor. O'zi Zohidning pullarini olgan uni men olaman. Yaxshi. Chunki Zohidning xatosi bor. Yaxshi. Halol bo'lasizlar. Shu qarsak chalamiz. Makalashgani davraning o'rtasidan olamiz polvon, kallangizga mikrofon bilan solamiz bo'lmasa. Davay. Ikki karra jahon chempioni, olimpiada ishtirokchisi, Qashqadaryo farzandi, Qashqadaryoning faxri Sherali Jo'rayev bosh sovrinni ko'tardi. Bitta oyapti. Mikrofonni bog'layapti. Antenani nima qilasizlar eslaring? Hey! O'ng qo'limda Sherali Jo'rayevga bitta qarsak chalamiz o'rtoqlar. Chap qo'limda bir necha bor O'zbekiston chempioni, jahon chempioni Samarqand farzandi Bekzod polvonga bitta qarsak chalamiz.
Oyratigan oti bor. Juda katta zoti bor. Palvonlar 2 yurtning ori O'zbekistonning bayrog'ini ko'p ko'targansizlar chet mamlakatda. Sizlarga yarashmaydi. Halollik qilasizlar, halol olasizlar. Olinglar, Xudo omadlaringni bersin, pullaringni bersin. Bas muzikani. Buni desa shamolday ushbu samanim bor bo'lsam chamanim. Bosasan bugun bosmag'anga ish qo'li yo'q. Bosqaning zotolasi, bosmag'aning tosh olasan. G'ayrat qil. Ajura. Alekman. Ketdi, g'ofirlaysiz. Bularni bakovli kim u? Po'lat charmanlaqmi? Hayır birle balonlar. Hazırladım yani ki. Seni hamile ettim evde. Üstündür Surkanlar'ya gel. Qashqadaryoliklar bitta guldiroz qarsak chalinglar. Surxondaryolik mehmonni hurmati bor. Akalar bu kurashda jahon chempioni. Shu yurtning farzandi Fazliddin Meyliyev o'ng qo'linda. Husniddin Palvon ko'p karra musobaqalar sovrindori. 100 yoshar ho'kizi bor, 300 ming sovrini bor. Sherbek Palvon halol haromini aytasiz. İxballaringni bersin Palvon. Rahmat Palvon sizlarga mana shunday issiq jazramada olishyapsizlar. Otalariga rahmat. Videochilar, blogerlar palvonlarning sha'nini, obro'yini juda ham osmonga ko'tarilgan iltimos. Sportda to'ylarimda ko'taraman kayfiyatim deyapti. Shuning uchun kurash yakuniga yetib boryapti. Kamini Xudo to'ldirsin o'rtoqlar, sizlar ham rozi bo'linglar bugun. Mana shu elga rahmat 8-savxoz xalqiga. Shu yerda xizmat qilgan barcha polvonlarning uyida to'y bo'lsin. Zokirjon mana bugun yaxshi vaqtlar